kechagacha uxlamay o'tiradigan yoshlarimiz agar shu videoni ko'rishsa, hayotlari xavf ostida qolmaydi. Nimaga yarim tungacha uxlamagan insonlarning hamma tomondan butun tanasida salbiy o'zgarishlar ketadi. Ya'ni birinchidan, agar u 10 dan keyin uxlasa, 10 gacha melatonin ajralib chiqadi, ya'ni bu uyqu gormoni. Mana shu davrda gadjetlar bilan o'tirsa, telefon bilan o'tirsa va ana shu LED oynalariga, ayniqsa telefondagi LED nuriga qarab o'tirgan paytda melatonin neytralizatsiya bo'ladi. Albatta uyqu gormoni bo'lmagandan keyin u insonning uyqusi ham qochib ketadi. Uxlamagandan keyin inson o'sha foydali 2 gacha olishi kerak bo'lgan foydali uyquni, ya'ni miya dam olishi kerak bo'lgan uyquni olmagandan keyin albatta uni ish faoliyati ham, miya faoliyati ham pasayadi.